Assalomu alaykum azizlar, xush kelibsizlar bugungi navbatdagi darsimizga. Bizning darslarimiz asosan master-kit metodikasi bo'yicha o'tiladi, xabarlaring bor. Men master-kit metodikasini aynan Qo'qon shahri bo'yicha organizator hisoblanaman. Shuning uchun ko'proq biz master-kit haqida ma'lumot beramiz. Bugun juda ham qiziq mavzu haqida dars o'tamiz. Hammaga juda ham kerakli. Men aytaman, bloklangan orzular. Agar kim ko'pchilik shu mavzuni bilganida edi, o'zini hayotida juda ham ko'plab kelishi mumkin bo'lgan yomon voqealarni oldini olgan bo'lardi. Nimaga deganda hammamizning qalbimizda har xil negativ orzularimiz bor. O'zi bloklangan orzular nima degani? Bu jamiyat tomonidan taqiqlangan orzular. Misol uchun dinda, jamiyatda bu orzu yomon deb atalgan orzularni biz shartli ravishda bloklangan orzular deymiz. Misol uchun ajrashish orzusi. Har bitta ayol borki, turmushga chiqibki, qachonlardir albatta afsuslanadi shu erkakka turmushga chiqqaniga, shu oilaga kelin bo'lganiga. Prosta biz uni yashirishimiz mumkin, yo'q men hech qachon afsuslanmayman, yo'q men baxtliman, yo'q men yaxshi yashayapman deyishimiz mumkin. Lekin ayol zoti borki, umrida kamida bir marta bo'lsa ham afsuslanadi va ajrashishni orzu qiladi. Ajrashsamidi, ajratsam qutulardim, ajrashib qo'ya qolmadim degan fikrlar ongimizda bloklangan orzu ko'rinishida nima bo'ladi? Shakllanadi. Lekin biz nima qilamiz? Misol uchun ayamizga borib aytsak, yo dadamizga borib aytsak, yo aqillamizga aytsak, sabr qil, ajrashib bo'lmaydi, bolalaring bor, u bu deyishadi-da, biz hali bloklangan orzuyimizni nima qilyapmiz? Bosyapmiz. Natijada biz qancha bloklangan orzularimizni bosganimiz sari qalbimizda o'sha ajrashishga bo'lgan istak xohishimiz kuchayib ketib qoladi. Uni nima qilish kerak? Uni prarabotka qilish kerak. Qanday qilish kerakligini bugun o'rgataman. Bu bitta misol uchun ajrashish misolida. Endi qaranglar, hozir rosa nimalar ko'payib ketgan? Ikkinchi xotinlar ko'payib ketgan. Ikkinchi xotinga uylanadi erkaklar. Deylik, o'sha bitta erkak kishi rosa ikkinchi xotinga uylanishni xohlayapti. Uylanmasdan oldin psixolog bilan menda shunaqa xohish bo'layapti, ana shunaqa orzu bor, uylangim kelyapti deb turib, uni mana shu bloklangan orzu ko'rinishida prarabotka qilganda edi, u xohishi so'nardida, o'zini bitta turmush o'rtog'i bilan baxtli yashar edi. Qaranglar, qanaqa kuchli bilimlarda bu. Buni birorta O'zbekistondagi psixologlarda uchratmayman. Faqat shu master-kitda, faqat mana shu Daryada ko'rdimda. Misol uchun, har bitta inson kimnidir qattiq xafa qilsa, kimdir uni qattiq xafa qilsa, dili og'rigandan qarg'a boradi. Misol uchun, o'lsaydi qutulaman deydi. Hatto shunday ayollar bor, erim o'lsaydi qutulardim. Chunki shu darajaga olib kelib qo'yganda eri yoki qaynonasi shu darajaga olib kelib qo'ygan, shu qaynam tezroq o'lsaydi qutulardim. Yoki shu erim tezroq o'lsaydi, yoki bir qamalib netib ketsaydi qutulardim. Mana shunaqa bloklangan orzular bor. Endi bunaqa orzularimizni biz nima qilishimiz kerak? Bosmasligimiz kerak. Uni naborot ichimizdan kovlab topib, prarabotka qilishimiz kerak. Uni qayta ishlab to'g'rilab olishimiz kerak. Mana misol uchun oddiy bitta amalga agar biz uni ishlamasak, o'sha orzu amalga oshib qolar ekan. O'sha orzu hayotimizga kirib kelib qolar ekan. Misol uchun mana oddiy misol, dugonam erini ustidan yozib berishni juda orzu qilgan. Chunki uni eri ichib kelib urorgan. Ichib kelib urorganda u nima qilgan? Rosta yozgisi kelgan, militsiyaga berib yuborgisi kelgan erini. Lekin haligi sharm hayot, ham farzandlarimning otasi deganda u bermagan, bosib kelavergan. Yo'q, mumkin emas deb bosib kelavergan. Va uni prarabotka qilishni bilmagan. Master-kit metodikasi bo'yicha prarabotka qilishni bilmagan. Endi oyog'ida nima qilyapti-da? O'zi qo'li bilan yozib berolmaganligi hisobiga uni qo'shnisi erimizdan yozib beryapti. Uni qo'shnisi bizni tinchimizni buzyapti deb turib, erimizdan yozib beryapti-da, militsiya kelyapti ularga. Militsiya kelyapti-da, haligi dugonam ichimda shunaqa xursand bo'lganman deyapti-da. Ichimda shunaqa yes deyapman deydi. Chunki mana bloklangan orzular ko'ryapsanmi? Yo o'zligini hayotlaringga albatta u kirib keladi. Ajrashishim kelyapti, lekin mumkin emas deb bosganlaringiz sari ajrashib ketasizlar. Erim ustidan yozib berishim kerak deb turib, yo'q, mumkin emas. Bag'da qalb xohlayapti, bag'da sizlar bosyapsizlar. Mumkin emas. Bag'da qalb yana xohlayapti, bag'da bosyapsiz. Natijada nima bo'ladi? Davleniya bo'ladi. O'sha narsa hayotingizga kirib keladi. Hattoki mana qizlar konsultatsiyaga kelganda aytib berishgan, bilmasdan erini qarg'ab borganda, erini o'ligi kelgan Rossiyada, rostdan. O'liging kelsinmi, bir nima deb qarg'ab borganda, rostdan ham o'sha amalga oshib ketib qolganda, mana shu bloklangan orzularinglar.
endi sizlarga taalluqli emas, lekin bu hozir jamiyatimizda erini ustiga yurib turgan ayollar juda ko'payib ketdi. Bir yurmaydi, prosta gaplashardi misol uchun. Mana shunaqa gaplashib turgan ayollar mana shu bloklangan orzusi bo'ladi. Mehr nima desa ularda erim menga mehr bermaydi deydi. Ularda ko'p eng asosiy ushlab olgan anaqasi erim menga befarq, erim menga e'tibor bermaydi deb turib telefonda, Instagramda, Telegramda boshqa insonlar bilan gaplashadi. Ular ham mana shu bloklangan orzu ko'rinishida prarabotka qilib olganida edi, hali hayotiga любовga kirib kelmasdan oldin. Men shuni prarabotka qilingan edi, hali любовga umuman kirib kelmas edi yoki kirib kelgan taqdirda ham ularda unaqa gaplashish sodir bo'lmagan bo'ladi. Chunki buni qalb xohlayapti-da, mehrni, erkakdan mehr xohlayapti, er bermayapti-da. Qalb erkakdan mehr olishni xohlayapti, er bermayapti. Ayol nima qilishni bilmay, onyosdi, boshqa erkakni uni hayotiga tortadi. Chunki uni bloklangan orzusini bosyapti-da, u mumkin emas deb bosgani sari любовni tortib oladi. Xuddi shunday erkak kishi ham boshqa ayol bilan gaplashishni xohlayaptimi? Bu ham bloklangan orzu hisoblanadi. Uni ham o'tirib prarabotka qilganida edi, boshqa ayol hayotiga kirib kelmasdi. O'sha turmush o'rtog'i bilan birga baxtli hayot kechiraveradi. Misol uchun bloklangan orzularga hamma qarg'ishlarimiz kirib ketadi. Misol uchun uying kuysin, o'lib ket, qo'shmozor bo'l. Mana shunaqangi qarg'ishlarimiz bor-ku, buni oddiy holatda aytmaydi hech kim. Buni o'ta xafa bo'lgan paytda, o'ta kimdir dilimizni og'ritgan paytda, jonimizdan o'tib ketgan paytda bilmasdan qarg'averadi. Hozir bilmasdan qiladi. Bilmasdan qarg'averadi. Lekin mana shuni oqibatida yomonliklar haqiqatan ham yo o'sha insonga kirib kelishi mumkin, yo odamning o'ziga tegishi mumkin u qarg'ish. Shuning uchun ham bizni qalbimizda hammamiz o'zimiz tahlil qilishni boshlaymiz. Biz psixologiya bilan nimaga shug'ullanyapmiz? Ichimizdagi negativlarni topib, baqqa chiqarib, ularni transformatsiya qilish uchun. Misol uchun, xohlagan birorta dugonangizdan so'rangda, hamma o'zidan farishta yasab olgan. Senda bloklangan orzuying bormi? Birontaga yomonlik tilaysanmi? Yo'q, hammaga yaxshilik tilayman. Hech kimga yomonlik tilamayman. Dini ustida, mayli ustida hamma shunaqa do'rsin, lekin ichini o'zi biladi-ku. Inson o'zi bilan o'zi yolg'iz qolganda, to'xta, to'g'ri men dugonamni aldashim mumkin, to'g'ri men erimni aldashim mumkin, men qaynamni aldashim mumkin, lekin Allohdan aldanaman. Alloh meni ichimdagi niyatimni ko'rib turibdi-ku, deb turib nima qilamiz? O'zimizni hamma bloklangan orzularimizni yozib chiqamiz. Misol uchun, eng ko'p ayollarda ajrashish istagi. Deyarli har bitta ayolda bo'ladi. Men jiyanim bilan ishlaganman shu. Rosa ajrashishni xohlaganda, u boz aya dadasi yo'q, ajrashmaysan, 3 ta bolang bor bo'lgan. Bu yana ajrashishni xohlaganda aya dadasi yana qaytavergan. Oxiri o'tiring dedim, siz mana shuni prarabotka qiling. Men ajrashdim deb ishlang, hayotingizda ajrashmaydi, xayolingizda buni prarabotka qiling dedim. O'tirdi, ancha uстановkalarni topdi, transformatsiya qildi va o'sha ajrashish fikridan qaytdi. Eng qizig'i o'sha fikridan qaytasiz. 90-95% holatlarda o'sha fikrdan qaytasiz. Kimgadir o'lim tilagan bo'lsangiz, tilamay qo'yasiz, kechirib yuborasiz. Kimnidir qarg'ab qo'ygan bo'lsangiz, o'sha qarg'amay qo'yasiz. Ajrashish istagingiz yo'qoladi, eringiz ko'zingizga chiroyli ko'rinishni boshlaydi, boshqatdan kechirib yuborasiz eringizni. Va xiyonat qilish istagi bo'lgan bo'lsa, xiyonat qilish istagi yo'qolib qoladi o'zidan o'zi. Bu xuddi mo'jizaga o'xshaydi. Rosa ham zo'r ishlaydi. Faqat buni o'tirib, yozib, prarabotka qilib ishlab chiqish kerak bo'ladi. Jiyanim o'zida gazeta 50 tacha, 100 tacha uстановkalarni topdi, transformatsiya qildi. Aytayapti, men ajrashishim kerak qoldi, deyapti. Men ajrashishni xohlamayman endi, deyapti. Mayli, erim qanaqa bo'lsa bo'laversin, men nima ajrashishim kerak, deyapti. Ya'ni bu shu darajada kuchli, kerakli bilimlarki, har bitta insonni ichidagi negativ orzuyini topadida, biz yo'lga borasizlarda, uni yozib kelasizlar. Yozib chiqasizlar. Misol uchun, men faqat ajrashish misolida tushuntirib beraman. Qaranglar, bloklangan orzu bo'lsa, ko'pchilik nima qiladi? Mana, yana bitta bloklangan orzu. Erini ushlab oldida, ma'shuqasini topib oldida, borib darrov ma'shuqani nima qiladi? Sochini yulishga tushadi. Urushadi, janjal qiladi. Yoki xullas anaqa alimentga berib yuboradi, misol uchun. O'ch olishga harakat qiladi. Ha, o'ch olish. Olmay qo'yadi. Keyin sudga berib yuborish, ustidan yozib yuborish, no'lik qilib yuborish, mana shular hammasi bloklangan orzularga kiradi.
Men shunaqa o'rgataman qizlarimga. Bloklangan orzu bu, sen buni borib real hayotda amalga oshirma. Sen buni xayolingda prorabotga qilmasha, bu masala o'z-o'zidan hal bo'lib ketadi. Sen shoshilma bir yomon ish qilishga, bir kimnidir dilini og'ritishga, kimnidir uyiga borib janjal chiqarishga. Men o'zingga yomonlik qilgan bo'lsa ham, men seni eringni tortib olgan bo'lsa ham, men sen eringdan bola tug'ib olgan bo'lsa ham, nima bo'lsa ham borma, qilma o'sha ishni. O'zingga bekor gunoh orttirma, uni o'tirib prorabotga ongozing bilan ishlab shuni yechib olgin. Shu masala o'z-o'zidan chiroyli ekologik hal bo'lib ketadi. Ya'ni xuddi shunaqada individual konsultatsiyaga bitta qiz kelganda Telegramdan konsultatsiya vaqtini belgilayapmiz. Men ertaga apar borib hozir erimni ustidan yozaman. Uni boshqa xotini bor ekan, 10 yildan beri uylab olgan ekan, men buni bilmagan ekanman. Ertaga borib men ustidan yozaman-da, alimentga berib olaman. Bo'ldi, tamom, hammasi deb yozyapti. Men to'xtang, shoshmay turing dedim. Shoshmay turing dedim. Hozir bitta konsultatsiya o'taylik siz bilan, ertaga ko'rishaylik. Sudga berish qochib ketmaydi ertadan keyin. U endi azartda turibdi, ajrashib yuboraman deyapti. Kelajakda o'ylamayapti. Rossiya ko'p ayollar ajrashgandan keyin afsuslanishadi. Bir necha yil o'tgandan keyin o'ta kuchli afsuslanishadi. Ertaga afsuslanasiz, bu qilib turgan ishlaringizga shoshmay deyapman-da. Ertasi kuni konsultatsiyada ko'rishib, ularga tushuntirib beryapman. Bu bloklangan orzu, buni prorabotga qilish kerak, ariza berishga shoshilmang, ulgurasiz ajrashishga. Sizni 3 tami, 4 tami bolasiz bor, bolalaringiz bor deb turib unga yaxshilab tushuntirganimdan keyin u tushunib yetdida, angladiki, apa haqiqatdan ham sizni ishingiz savob ekan. Qancha insonlarga yozaman borib, real men yerga ustida yozib bermoqchi edim. Borib uni janjal qilmoqchi edim deyapti-da. Endi qanday qilib prorabotga qilish kerak? Qaranglar. Hayotda o'sha ishni qilmaymizda, borib xayolda uni men qildim deb tasavvur qilib ko'rasiz. Hayotda qilmaymiz, yo'q, xayolda reallik men erimni o'ynashini borib sochini yuldim deb tasavvur qilasiz. Men ajrashib ketdim, o'sha ajrashib bo'lganligini tasavvur qilasiz. Yoki men borib kimnidir uyiga o't qo'yib yubordim, kimgadir o'lim tiluvdim, o'lim qoldi. Uni natijasini o'ylab ko'rish. Natijasini nima bo'ladi u yoq? O'shani yozib chiqasizlar. Misol uchun, mana men ajrashib ketdim, nimasi yomon bo'lishi mumkin sizlarda? Natijalarni yozib chiqasizlar, hammasini. Misol uchun, agar ajrashib ketsam, farzandlarim otasiz qoladi. Agar ajrashib ketsam, moddiy jihatdan qiynalaman, pulga qiynalaman. Agar ajrashib ketsam, erkaklar menga yomon ko'z bilan qarashadi. Agar ajrashib ketsam, meni yomon ayol deb o'ylaydi hamma. Agar ajrashib ketsam, endi boshqa hech qachon turmush qura olmasligim mumkin. Ya'ni hamma negativ oqibatlarini yozib chiqasizlar. Va negativ oqibatlarini yozib chiqib, bitta transformatsiya qilib chiqishlari kerak bo'ladi. Xohlaylar master-kit metodikasi bo'yicha transformatsiya qilinglar. Xohlaylar uni yozma ravishda qilib chiqsalar ham bo'ladi. Yechim yozib chiqasizlar. Misol uchun, mana misol uchun, men ajrashib ketsam nimasi yomon bo'ladi degan savolga sizlar baqa yozasizlarki, farzandlarim otasiz qoladi va ular qiynaladi deb yozgan bo'lsangiz, farzandlaring agar otasiz qolsa, qiynalsa, sizlar nima yechim qilasizlar bu yog'iga? Misol uchun, tog'alari yordam beradi, amakilari otalik qilishi mumkin. Qo'limdan kelgancha otasi yo'qligini bilintirmayman deb turib, u yog'iga yechim yozib berasizlar. Bu degani sizlar hozir men buni prorabotga qildim degani shu narsa hayotingizga kirib keladi degani emas. Men ajrashdim deb yetsalaring, rostdan ham ajrashib ketasizlar degani emas. Aksincha ishlaydi bu. 90-95% holatlarda ajrashish fikridan polностью voz kechasizlar. 5% holatlarda ajrashsa ham o'sha inson taqdirida ajrashish yozilgan bo'lsa, ekologichni chiroyli ajrashadi. Ya'ni sudlashuvlarsiz, urush janjallarsiz, aniq baqir-chaqirlarsiz prorabotga qilingandan keyin taqdirda haqiqatdan ham xayrli bo'lsa ajrashish, biz bilmaymiz-ku yashash xayrlimi, ajrashish xayrli. Agar ajrashish xayrli bo'ladigan bo'lsa, ekologichni yo'l bilan ajrashadi. Ya'ni o'sha bir-birini haqorat qilmasdan, hurmatlar saqlangan holatda, chiroyli holatda sudlashuvlarsiz, eng ekologichni, eng toza yo'llar bilan ajrashadi. Agar mana shu uстановkalar hammasini topib yetsa, ko'p uстановkalar chiqadi. Va o'sha haqiqatan ham jiyanim o'tirib olib mana shunday qilib prorabotga qilgan, u master-kit metodikasi bo'yicha qilganda ajrashish fikri polностью yo'qolgan. Umuman ajrashishim kelmayapti endi.
Yana bitta narsa bor, o'z joniga qasd qilish istagi bor. U ham bloklangan orzu hisoblanadi. Ko'p ayollar o'zini boshiga muammo tushsa, uni qanday hal qilishni bilmasdan o'z joniga qasd qilish yo'lini tanlaydi. O'smir yoshli qizchalarimizda bor, dori ichadi, tomirini kesadi, qizchalar, yigitchalar bor. Ular ham bloklangan orzu hisoblanadi. Men o'zimni o'ldirdim, buni nimasi yomon bo'lishi mumkin deb praravodga qilish kerak. Uni ham oqibatlarini yozib chiqadi. Agar o'zimni o'ldirsam, ota-onam qiynaladimi? Agar o'zimni o'ldirsam, do'zaxga tushaman. Agar o'zimni o'ldirsam, janoza o'qilmaydi menga. Hammasini yozib chiqib turib, ularni praravodga chiqish kerak bo'ladi va o'shanda o'z joniga qasd qilish istagi qonunsiz yo'qoladi. Bu lekin agar sizlar kimdadir bilsalaring shunaqa istek borligini darrov yo psixologga yo psixoterapevtga yuboringlar. Bu qiyin masala hisoblanadi. Ayniqsa o'smir yoshlarda. Kattalarda ham misol ko'p eshitamiz, kelinchaklar o'zini osib qo'yibdi deymiz, qaynasining zulmiga chidolmasdan deymiz. Yoki o'smir yoshli yigitchalar, qizchalar haligi yigiti tashlab ketganiga, qizi tashlab ketganiga o'zini osib qo'yibdi deymiz. No, agar kimdadir suitsidli fikrlar borligini bilsalaring, tanish bilishlaringda tezda ularni psixologga yoki psixoterapevtga yo'naltirib yuboringlar. Chunki bu biroz qiyinroq masala, og'irroq masala hisoblanadi. Uni ustida astoydil mutaxassis bilan ishlash kerak bo'ladi. No, sizlar o'zlaringda agar o'lgim kelyapti deyish ham bu bloklangan orzu. Har bitta ayolda, erkakda ham hayotida bo'ladi. Qiynalib ketganidan jonidan ey xudo jonimni olib qo'ya qol degan paytlar bo'ladi. Ana shu bilinglar bloklangan orzular bo'ladi. Agar biz mana shuni praravodga qilib olmaydigan bo'lsak, ming afsuski hayotimizga erta o'lib kirib qolishi mumkin. Ming afsuski. Chunki ong ostiga buyruq ketadi-da, o'lgim kelyapti, men yashashni xohlamayapman degan narsa ong ostiga buyruq ketyaptimi? Bo'ldi, u o'sha amalga oshishni boshlaydi. Shuning uchun ham agar shunaqa og'ir imtihonlar boshlaringga tushsa va sizlarda hayollaringga suitsidli fikrlar kelsa, o'lgim kelyapti, o'lmoqchiman, ey xudo jonimni ol degan fikrlar kelsa, darrov mutaxassisga murojaat qiling. Psixologga boringlar, o'sha muammoni yechishga harakat qiling. Qanaqa muammo sabab o'zidan o'zi odam unaqa demaydi-ku. To'g'rimi? Qaysidir muammo sababli o'zini o'ldirishni xohlab qoladi. Mana shu paytda psixologga borasizlar, o'sha muammoni yechishga harakat qilasizlar. Yaqinlaring sizlarga aytsa, jonimdan to'p ketdim, o'zimni o'ldirgim kelyapti desa, ham psixologga bor bo'lmasam deysizlar. Ya'ni shunaqa maslahat berib, to'g'ri yo'naltirib qo'yinglar o'sha insonlarni. Bu juda ham bloklangan orzu bor ekan hozir senda deb aytib qo'yasizlar diagnostika. Senda demak bloklangan orzu bor ekan, o'zingni o'ldirging kelyapti ekan. Yoki erimdan nafratlanib ketyapman, yomon ko'rib ketyapman, qamalib ketsaydi shu mana shunaqa maqsadlardan bilinglarki, rostdan ham qamalib ketib qoladi o'sha yerga. Yoki avariya bo'lib o'lib ketib qolishi mumkin. Haqiqatan ham ayolni onyosi shu darajada kuchliki, kimga ayol qattiq nafrat bilan biron nimani tilay aytib olsa, bilmasdan o'sha qarash uradi, rostdan ham urib qolishi mumkin-da. Rostdan ham qaynonasiga-mi, qaynasingligisiga-mi, erigami bir yomon niyat qilsa, yomon gap gapirsa, u narsa amalga oshib ketib qolishi mumkin. Eng yomoni keyingi afsuslanishda, klientlarim kelib, "Rosa afsuslanaman qarg'ab olganimga erimni. To'g'ri menga bunaqa yomonliklar qilgan, lekin men o'ligim kelsa o'shdan deb niyat qildim, bilmasdan qarg'ab olgandim. O'zi qarg'aganimda o'zi o'lib bo'lgan ekan deyapti. O'zi o'ldirib bo'lishgan ekan uni Rossiyada deyapti. Lekin men rosa afsusdaman shu gapni aytganim deyapti-da. Vijdon azobi qiynaylik. Lutchi shunday yomon voqealar hayotingizga ong ostiga tortib olmasin-da, raz niyatli, negativ niyat bormi ichingizda inkor qilmanglar-da. Yoki kelib uni psixologga aytinglar, uni ishlanglar. Yoki o'zlaring daftarga ham, qog'ozga ham, ruchkaga ham yozinglar. Menda mana shunaqa hozir negativ fikrlarim bor. Misol uchun, men falonchini qarg'ab oldim, falonchiga o'ldirib oldim bilmasdan. Ey Allohim tavba qildim, meni kechir, afsusdaman deb Allohdan birinchi bo'lib kechirim so'raysiz. Ajrashish istaklaring bo'lsa, qanaqa negativ xohish paydo bo'ldimi, uni inkor qilmasdan yozing. O'zi yozganlaringdan chiqib ketadi. Hech kim ko'rib qolmasin uni, lekin yozdilaringni yirtib darrov tashlab yuboringlar. O'zi shuni yozganda ancha o'zi sizlarda transformatsiya bo'lishni boshlaydi. Mana tanada, glavniy tanada qolmasin u narsa. Bizda bosamizda, yo'q, mumkin emas, hozir gunoh bo'ladi, agar men hozir o'zimga o'lim tilasam, yo o'zimni o'ldirish istagi hozir men gunohga botyapman. Hech kimga aytmayman, hech kimga aytmaganimiz yo'q-da. O'zimiz bilan o'zimiz bo'lib turib, u amalga oshib ketib qoladi. U niyat butun borliqqa ketib qolib, u amalga oshib. Undan ko'ra qog'ozga aytinglar, qog'ozga yozib chiqaringlar uni.
yirtib tashlanglar. Yaqin dugonalarga aytinglar, sirdosh dugonalarga mana shunaqa xohish bo'lyapti deb aytinglar. Ilojini qilsalar psixologga kelib u bilan ishlaydi. Agar o'zlaring ustunlikda ishlashni bilsalaring, marhamat bloklangan orzular metodikasi bo'yicha birinchi o'sha maqsadim amalga oshdi. Buni nimasi yomon bo'lishi mumkin deb yozasizlar. Hamma o'z sinovkalarni yozib turib, unga yechim yozib chiqishlari kerak. Tushunmaganlar kelasizlar o'rgatamiz. Konsultatsiyalarga kelasizlar o'rgatamiz. Tushunganlar, masterkitdan xabari borlar, praraботка qilishni bilganlar o'zi mustaqil ishlab ko'radi. Eplasalaring o'xshasa zo'r. Mabodo o'xshamagan joyga menga lichkamga yozishlari mumkin yoki konsultatsiyalarga kelishlari mumkin. Azizlarim, shu qisqa va lo'nda bugungi darsimiz. Kimda qanaqa savol bor? Hamma narsa shu siz aytganingizdek, hozir bari yoshlar ajrab ketyapti, kelindilar ketaveradi. Ketishi bilan bitta bolasi bo'ladi uni. Darrov bolasini alimentga bersa, qaynalari aytadi, o'zbekchilikda bizni sharmanda qildi. Bu kelinni hech qachon kelin